Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy muxlislari aziz do'stlar, bugungi videoroligimizda shu pogruzchiklar bilan qancha pul topishni hisob kitobini qilib olamiz aziz do'stlar. Masalan, mana bu yerda bir zil ko'mir bor. Mana shu ko'mirni yuklashga 130 ming so'm beradi bizga. Где-то 1 soat ishlasalar ko'pi bilan 5 litr salarga ketadi. Shu yaqin arada 6 ta shunaqa ko'mir tashlaydigan, ya'ni bizni chaqiradigan xumdonlar bor, ya'ni g'ish uradigan xumdonlar. Haftada bir marta chaqiradi. Bu degani har hafta, har kun 100 mingdan bor degani. Keyin bundan keyin yana bir nimaga o'tamiz, ya'ni hashar qildik. Metriga 2000 so'mdan berdi. Bir nimani olganga, ya'ni metriga 2000 dan berdi. 300 metr hashar qildik, 600 ming so'm bo'ldi. Bir kunlik ishimiz где-то 500 ming so'mlarga tushyapti. Endi nima desa bo'ladi? Har kuni ham bunaqa ish bo'lmaydi albatta. Haftaga 2-3 shunaqa ish bo'lib turadi. Hozir kovushlar ancha ochilib qolganligi sababli chang ko'p bo'lyapti. Ayni vaqtda esa biz hozir uni kovushlarini taxladik. Hozirgi paytda unchalik ham chang bo'lmaydi. Mana shu aziz do'stlar, kuniga endi haftaga hisoblaganga, haftasiga normalni pul qilsa bo'ladi. Bu pogruzchigimiz Yumeze bizlarga 50 million so'mga tushdi. Barcha hujjatlari joyida, ko'pchilik biladi. Xorazm viloyatidan olib keldik. Olib kelgandan keyin uni remont qildik. O'shaning uchun sal qimmatroqqa tushdi bizga. Do'stlar, shunaqa gaplar. Yana qanaqa savollaringiz bo'lsa albatta bizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Yaqinda sotadigan texnikam bor o'zimda. O'shanaqa videoroligini chiqaraman. Albatta oladiganlar qo'ng'iroq qilishadi. Kelishim narxini kelishtirib beramiz. Traktor 28. Oladiganlar shu videorolikni kommentariyada ham yozib qoldirish mumkin. Unchalik ham qimmat emas. Traktorni o'zini sotamiz. Traktor kalitda zavod bo'ladi. Hali barcha ma'lumotlarini yig'ib videorolik qilib albatta uni ko'rsatib o'taman. Hozirgi paytda prosta ko'pchilik so'rashgan edi, shu pogruzchiklar bilan qancha pul topsa bo'ladi deb so'rashgan edi. Hozir O'zbekistonga men kelganimdan beri bunga ishlashni albatta o'rganyapmiz. Yomon emas, bemalol bitta oilani tebrasa bo'ladi. Bizda hozir bitta Yumeze bilan 28. Ikkalasini ham o'zini joyi bor. Bu Yumeze qulayligi, masalan, ayrim joylarda kirib bo'lmaydi, ya'ni tepasi tegib qolishi mumkin. O'shaning uchun streloni orqaga tashlab ham ketaveradi. Mana bu yerni ham Yumeze bilan qilyapmiz. Shugun ko'mirni yuklab bo'lgandan keyin boshladik mana shu yerni. Fajda bo'lib qoldik. 300 metr joyni 2000 dan gaplashdik, 600 ming so'm do'stlar. Mana shu yerni hasharni qilyapmiz. T28 bilan bu ishni qilib bo'lmaydi. Bo'ladi, lekin sal qiyin bo'ladi, chunki buni strelosini orqasiga tashlab yursa bo'ladi. 28 ga bo'lmaydi. Mana shu yerni hasharni olyapmiz. 2 kavush, 3 kavush oladilar. Traktorning joyini o'zgartirish kerak. Videorolik davomida albatta ko'rib borasizlar do'stlar. To'g'ri, bu traktorlar hozirgi paytga eskirgan. Nasib bo'lsa agar pulni yig'sak, bitta manipulyator olamiz deyapmiz. Lesovozdan agar biron kishiga bo'lsa albatta yozib qoldirsin. Lesovoz bo'lsa sotib olamiz aziz do'stlar.
bir hozir ko'ryapmiz, manipulyatorlarni o'zini $10,000 dan $8,000 olsa bo'ladi. Manipulyatorni o'zini olasizlar faqat. Mashinasi bilan bitta ko'rdik. Oldingi videorolikda ham chiqargan edim. Ya'ni Urali bilan birga $15,000 deb o'tiribdi. Toshkentda oldingi videorolikni albatta yutib ko'rsangiz, qiziqqanlar olib ko'rish mumkin. Manipulyatori bilan birga $15,000 deb o'tiribdi. Bizga les ovozi kerak, ya'ni tros bo'lmaydi, les yuklaydigan kovushi bilan. Kovushini o'rniga mana shunaqa kovushlarni bir tonnaligini qo'yib olib ishlatsa bo'ladi do'stlar. Bugun masalan shu kunga 600,000 yuyordan olgan bo'lsak, 100,000 so'm ko'mir yuklagandan oldim, 120,000 so'm, 720,000 so'm ishladik shu kunga. Men hozir uchenlikman, o'rganyapman. Yo'g'larni pravaga topshirib qo'ydim. Nasib bo'lsa yaqinda prava olaman. Albatta o'zingizni fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'ziga yarasha mana ayollarni ko'tarilib qarab turinglar do'stlar. Shu turishga traktorni haydab ketaveradi, chunki traktor og'ir, bemalol buni yukini ko'tara oladi. Haqiqat 28 bilan bu ishni qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun bunaqa joylarga UMZ ham kerak. Nasib bo'lsa agar manipulyator oladigan bo'lsak, manipulyatorga UMZga manipulyator o'rnatamiz deb turibmiz. Yana bilmadim, может KAMAZ bilan bir bo'lsa, KAMAZga ham o'rnatishimiz mumkin do'stlar. Buni ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, ya'ni ayrim joylarda nima keladi. Hozir kelganimdan keyin где-то 2 millionlarday xarajat qildik. Ya'ni u yo'llarni remont qilyapmiz do'stlar. Hozir bizga ruxsat berishdi, ya'ni yerni ichiga ham bemalol loyni tashlayvering deyishdi. Chunki bu yerga greder kelib xlashi uchun hozirgi paytda biza Peshku tumanida biza metal zapravkani yonida mana shunaqa ishlar qilib yuramiz hozirgi paytda do'stlar. Bemalol olishlaringiz mumkin, lekin buni unchalik ya'ni yaxshi ishlab ketishingiz uchun albatta 4-5 yil kerak, chunki sizni odamlar bilishi kerak, tanishi kerak. Biz hozirgi paytda 7-yildan beri ishlayapmiz. Bu traktorlarni bemalol yaxshi, unchalik nima deydi, yomonlik ko'rganimiz yo'q. Oilaga bemalol pul, ro'zg'orga bemalol yetadi. Aslida ishlatishni bilish kerak, chiroyli ishlash kerak bo'ldi. Bemalol bitta oilani tebrasa bo'ladi do'stlar. Agarda 28 oladiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Videorolikni yaqinda tezlashtirib chiqarishga harakat qilaman. 28imiz kalitda zavod bo'ladi, 4 ko'loslarni. Hujjatlari joyida, unchalik ham qimmat emas. Normal narxga beramiz deb turdik. Oladiganlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Videorolikimiz do'stlar shulardan iborat edi. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan behuz bo'ldi. Videorolikimiz yoqqan bo'lsa albatta bizni layksiz qoldirmaysiz degan umiddamiz. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'ling.